Assalamualaikum azizlar, tuvanda alayda rak qorish usulini yutib qo'yay. Rakni qorishdan burun avval yong'yoni musholatda to'g'rab olamiz. Ondan yong'yoni suvda oz miqdorda pishirib olamiz. Yong'yoni suvga selib qaynatgandan keyin yong'yon qaynab qolgandan keyin alayda rakni solamiz. Rakni suvga selib yong'yon bilan o'rta qaynatimiz. Qaynatgandan rak qizil holat keldi. Rak qizil holat kelib qaynab ko'pigi chiqqan keyin ko'pigini suzaytimiz sutdan. Oxirida barangi qalamiz bilan rakni suzib elib olamiz. Ondan keyin qozonga normal may quyib, tayyor qilgan rakni shu mayda qattiq zodi qilamiz. Ondan bu rakqa ko'k qizil mushni ham shu holatda mana to'g'ri tayyor qilgandan keyin bu qizil mushdan oz miqdorda solamiz. Ondan chanigan piyar alat to'g'an samsaqdan oz miqdorda solamiz. So'ng piyozni musholatda ozroq solamiz. Ondan xojodan oz miqdorda solamiz. Mana rakni yong'yoni mayda solib olamiz. Ondan rak bilan yong'yoni mayda pishirib olgandan keyin musholatga kelganda suzib olamiz. Ondan qozonga yarim chiqish may qo'yamiz. Mayni qo'ygandan keyin bayatda men qancha selib olgan bu dardamallarni men mayga to'kamiz. Bu şu 8 tatlam dardamallarni lazımdır maydondan qor ta'min chiqarib olgandan keyin ondan bu konfixondan solamiz. Bu konfixondan 1,5 chumur selib olgandan keyin bar rakni mana deb to'kamiz. Rakni to'kib olgandan keyin tuzdan 1,5 qo'shiq. Jejandan 1 qo'shiq. Beycandan 2 qo'shiq. Ahmoshdan 1 qo'shiq. Chekadan 1,5 qo'shiq. Andan buni ras ilashtirib olamiz. Hozir bu rak tayyor bo'ladi. Bunga suv qo'ymaymiz qarindoshlar.